FQB agenti bo'lish qanday ekan? Men hali akademiyada o'qiyman. Biz barcha hibsga olingan qotillardan intervyu olamiz. Bizga eng kerakli qotil esa har doim intervyu berishdan bosh tortadi. Mavzungiz kim? Ruhshunos Gannibal Lecter. U maxluq, haqiqiy psixopat. Xayrli kech, Clarissa. Men Freddi Bimelning o'limi borasida ish olib boryapman. Ehtimol siz o'zingiz hal qilarsiz. Men yetarlicha malakaga egamanmi yoki yo'qmi? Meni ko'proq sizning hikoyangiz qiziqtiradi, Larissa. Men sizga, siz menga, ochiqchasiga. Siz meni aldayapsiz, dok. Biz har kuni ko'radigan narsalarimizni orzu qilamiz. U har qayerda bo'lishi mumkin. Tik-tak, tik-tak.